alaykum. Bugun men uyimda kelib, bir Parijga o'xshab kiyinib keldim. Bir ishib turgan shapkalarim bilan. Uyimda zerikkanimda mayli deb sahnaga chiqib, odamlarni tomosha qildim. Endi kutdim, odamlar qachon ishlaytarkan, qarasam boshqa o'tirayotgan stolda odamlar men chalayotgan ekan, men odam kelmaganmi deb o'tirardim. Uyqu so'rab. Keyin esa o'zim rasmga oyim kelmagan dedi. Endi o'tirib tishlarim ham kirmasmikan yoki yuzlarim kirmaydi deb qarab, o'zimga qaradim. Keyin zerikib ketganimda, endi o'zimni ham rasmga oldim. Ana deb men eshikchaga qarasam, ochiq ekan. Parasatlari ham yo'q. Eshigi ham ochiq turgani qara deb o'tirdim. Keyin hali ham odam kelmagan. Mana bu esa ismi Ruxshon ekan. Va familiyasini bilmadim, boshqacha sal. Lekin turishiga bir o'lik dedimi, oyoqchalar bir qiyshiq. Endi o'zim ham rasmga tushib oldim buni ko'rib. Mana bu oyoqlari qiyshiq, ham qo'llari, nima bo'la qo'li, qorni ochgan yoki o'zini uryapti yoki teplatyaptimi o'zini uyqu so'ratyapti. Itishiga ham bir hayronman. Hoy qilib etibotganiga rosa kuldim. Endi maza qilib, tomosha qilib o'tirdim. Kesimcha etganiga vobshe qo'yil qolmasdan vobshe tishiga bo'lmaydi. Bal 0 ekan. 100 dan 0 da bu bo'ladi. Bali. Endi oyim ham yuzlarini yopib qo'ydim ko'rmasin deb. Oyim qizg'anaman. Endi oyim ham chiroyli bo'lganda. Endi bitta bu ham Durdona, biz maktabimizda bitta Durdona qiz bor edi. O'sha meni o'rtog'im bo'ladi. O'sha Durdona ekan, ismi, familiyasiga umuman e'tibor berdim. Familiyasi Abduhalilova Durdona ekan. Lekin bizda bunaqa emas. Lekin bilmadim. Endi o'zim ham yana rasm tushirib oldim. Sochlarimni ham to'g'rilab oldim. Keyin oyim meni rasmni olmadi. Oyimga so'radim, siz rasmga olsam bo'ladimi deb. Oyim yo'q dedi. Keyin men bu stolga qarasam, bo'sh ekan. Men hojatxonaga ketganmi yoki qorni ochganmi, stol uydami yoki uyga ketganmi deb qarasam, u qo'shiq aytayotgan ekan. Mana gitarlarni chalib o'tirgan ekan. Keyin men uni tomosha qilib zerikib ketganda, endi pianinoga qaradi. Pianlari ham uzun ekan va chiroyli ekan. Sizlar pianino chalishni bilsanglar, kommentga yozinglar. Shunaqa deb yozinglar. Men pianino chalish bilaman yoki bilmayman deb menga o'rgatinglar, bu joylarni o'rgatinglar. Qanday pianino chalishni menga ham o'rgatinglar yana. Endi men o'rganib olishim kerak. Sizlarga hozir chalib beraman keyin. Menga obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'pmi? Obuna bo'lmasanglar, ya'ni ko'p obuna bo'lsanglar menga, men ko'p videolar qo'yaman. Hozir endi obuna bo'lmaganingga, endi zerikib ketganimda, endi qo'yishim esimdan chiqib ketganiga, endi qo'yibman. Papichkam hozir 302 ta. Endi yana ko'paytirsanglar xursand bo'lardim. Mana endi yana bitta xuddi shunaqa Ruxshona degan bitta qiz chiqdi. Oyoqlari bir qiyshiq yoki o'zi qornini ham uryapti. Yana qorni ochgan deb o'ylayman. Endi mana shu rahmim kelib, ovqat bergim kelib ketdi. Endi zerikib ketdim. Endi men pianini pastdagi bilmasanglar, sizlarga o'rgatib qo'yaman. Endi menga o'rgatib qo'yinglar. Pastda o'ngga og'iz cho'zadi, chapdagi og'izni xira qilib past qiladi. O'rtasidan hech narsa emas. Tepasida oddiy chalas bo'ldi. Lekin menga yana ko'p narsalar o'rgatsanglar, mana shuni video qilib chiqarib beraman. Endi men hojatxonadan keldi. Endi maza qilib gitarlarni chalyapti. Endi men qizni ko'rib, bezbetligidan va uyatsizligidan rosa inson qotirdi. Sochlari bir yoyilgan. Shurtki bitta opola bo'lib yoyilib ekan. Endi men bu bolani ko'rib, endi turishiga rosa o'lik dedim. Chalishi vobshe 100 dan 10 ekan. 100 dan 10 deb berdim unga. Durdonaga bilmadim. Bir
boshqacha chal berdi. Bilmadim bu qo'shiqni. Endi bu ham qo'shig'iga qarasam, eski qo'shiq yoki bir bola qo'shiq yoki opala qo'shiq yoki pumpala qo'shiq deb o'ylab, endi o'tirdim. Lappayib. Endi to'shiguli kiyimlari ham bir kvadratli, bir shtonlari kvadratli narsani kiyib olgan ekan, ya'ni maktab formasini kiyib olgan ekan, oyoq kiyimlari kir ekan. Va sochlari ham bir kulgi qilib yetayotgan, ko'zini katta qilib ochib olgani qarang. Endi men buni ko'rib, men bu odamni ko'rib, gitarani stolga qanaqa qilib qo'yganiga qoyil qoldim. Qatta olgan ekan deb mayli deb qarab o'tirdim. Endi bu adashganmi yoki adashmaganmi bilmadim. Endi gitar qolib ketganiga ashula aytyapti. Gitar qolib ketmagandan o'zim gitar chalardi. Endi men bu kampircha qo'shiq aytayotgan ekan. Ha, yoki o'zini tanishtirayotgan ekan. Endi menim qishlarimda kelib korzinkaga, endi qishlarim kelganimda o'zimga video olishim esimdan chiqib ketdi. Endi korzinka chiqib, endi men bu yangi korzinka ochilgan. Yangi domlarda bitta korzinka ochilgan. Mazza qilib narsalar olib, keyin bittasi non ekan, bittasi tovuq ekanda. Shular rasmni ham qo'yib qo'yishibdi. Ham ichlari katta ekan. Bir xiliga kichkina tuyulishi ham mumkin, bir xil yoki katta tuyulishi mumkin. Menga katta tuyuldi ichi. Endi akola matata deb ketaverdim oyim bilan. Endi oyim bilan ketib uyga yurdim. Endi oyim gapirdim, charchab qoldim. Oyi, taksi chaqiring desam, oyim ko'tingni qiz. Endi ko'tingni qiz. Uyga jimgina ketsan, yorsan deb menga gapirganda, keyin esa gapiga quloq solib ketaverdim. Mayli, yaxshi qolinglar. Menga podpiska bo'lishni unutmanglar. Va like bosib qo'yinglar menga. Bo'pti, endi kommentlarga yozib turinglar. Xursand bo'lardim. Bye bye.